Sog'lom ovqatlanyapman deb o'ylayapsizmi? Unda bir savol. Yegan ovqatingiz haqiqatan ham sizga kuch-quvvat beryaptimi yoki shunchaki isrof bo'lib ketyaptimi? Tuxum yeysiz, go'sht yeysiz, eng qimmat vitaminlarni ichasiz, lekin baribir tez charchaysiz, sochingiz to'kiladi, qorningiz xuddi shari yutib yuborgandek dam bo'lib yuradi. Tanish holatmi? Azizlar, muammo ovqatda emas, muammo uning hazm bo'lishida. Chunki organizmga kirgan har bir mahsulot emas, ichakdan qonga surilgan ozuqagina hujayralarimizga, ya'ni organizmga kuch-quvvat beradi. Agar hazm tizimi yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, eng foydali ovqatingiz ham siz kutgan natijani bermasligi mumkin. Shuning uchun qorin dam bo'lishi, doimiy charchoq, soch to'kilishi yoki vitaminlar yetishmasligi kabi muammolarning ildizi ko'pincha hazm tizimidan boshlanadi. Agar yegan ovqatingiz sizga kuch-quvvat bermayotgan bo'lsa, qorin dam bo'lib charchoq ketmayotgan bo'lsa, demak faqat nima yeyish emas, uni qanday hazm bo'layotganligiga ham e'tibor berish vaqti kelgan. Hazm tizimi haqidagi eng muhim va amaliy ma'lumotlarni Telegram kanalimda batafsil bo'lishib boraman. Obuna bo'ling va sog'lom hazm sirlarini bilib oling.